Nima hojatlaringiz bor? So'rang, chunki bugun eng yaxshi duo qilinadigan kun. Insonni muhtojliklari, ehtiyojlari, oxirat ehtiyojlari, dunyo ehtiyojlari bor. Mana shu kunda so'raladi. Ya'ni gunohlari ko'p odamlar. Tavba qiling, mana shu kunda Allohga duo qiling. Ajraling hamma narsadan. Uzoq xilvatda Robbingiz bilan qoling. So'rang, qo'l ko'taring, sajda qiling, yig'lang, yalining, yolvoring. O'tinib Allohga duo qiling. Gunohkorman, ya Robbiy, meni kechir, azoblamagin, sharmanda qilmagin. Dunyo oxiratda ayblarimni yashirgin, gunohlarimni kechirgin, xatolarimni kechirgin. Ma'siyatlarimni satrla, jazolama, halok qilma ya Robbiy, g'azablanma, mendan azoblama. Gunohlarimni kechir deb gunohlaringizga tavba qiling. So'rang Allohdan nima yaxshiliklari bo'lsa so'rang, jannatlar, Allohning roziligi nima kerak? So'rang, chunki bugun eng yaxshi duo qilinadigan kun. Dunyo hojatlaringiz bormi? So'rang. O'zingiz uchun so'rang, duo qiling. Farzandlaringiz haqqiga, ota-onangiz haqqiga, butun ummatni, mazlumlarni, musulmonlarning haqqiga duo qiling. Chunki bu eng yaxshi duo qilinadigan, duo ijobat bo'ladigan kun. Nima hojatingiz bor? So'rang. Sihat, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, halol, pokiza rizq, solih farzandlar, qarzi borlar, so'rang. Qarzimni uzishimga yordam ber deb so'rang. G'am qayg'uga botgan odamlar, duo qiling. Istiqomat yo'liga tusha olmayotganlar, to'g'ri yo'l so'rang, duo qiling. Eng asosiysi salomat qalb so'rab Allohdan duo qiling. Solih amallarga muvaffaq qilishini so'rang. Qur'on va sunnatga asoslangan hayot berishini so'rang. Toyyib, pokiza hayot berishini, chiroyli xotimani so'rang. Nima kerak so'rang. Chunki eng yaxshi duo qilinadigan kun. Mana bu kun aniq belgilangan. Laylatul qadr qaysi kecha edi ekan deb ibodat qilib insonlar 10 kun betor bo'ladi. Bu kun ma'lum, Arafa kuni. Odam g'animat bilib, imkon bo'lsa xoli qolib hammadan shu duo qilish kerak. Asrdan to shu shomgacha.